بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. Allohim o'zing mehribon, rahmli, karamli bo'lgan zotsan. Fazli ilohing bilan yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilgin. Jonajon vatanimizni, yurtimizni turli balo ofatlardan o'zing o'z panohingda asragin. Bu jannat makon yurtimizni obodligi, farovonligi yo'lida xizmat qilayotgan muhtaram yurtboshimizni tanu jonlarini salomat, umrlarini uzun qilgin. Muhtaram yurtboshimizni dunyoga kelishliklarida sababchi bo'lgan, tarbiya qilgan ota-onalarini Allohim o'zing rahmatingga olgin, yotgan joylarini jannatun naim, rayhu rayhonlardan qilgin. Ya Robbal alamin. Bugun butun xalqimiz yurtboshimizni haqlariga duo qilyaptilar. Yurtboshimizni Allohim bugun tavallud kunlaridir. Allohim mana shu kunni o'zing muborak qilgin. Yurtboshimizni umrlarini ziyoda aylagin. Allohim sihatlarini salomat aylagin. Xonadonlarni o'zing barakotli qilgin. Nasl zurriyotlariga o'zing barakot bergin. Allohim jonajon davlatimiz, xalqimizni boshiga uzoq yillar davlat rahbari bo'lib, duogo'y bo'lib, xizmatda faol bo'lishliklarini Allohim o'zing nasib aylagin. Ya Robbal alamin, o'zing xalqimizni madaniyatini go'zal qilgin, ma'naviyatini ustun qilgin, moliyatini boy qilgin, dinini Allohim o'zing g'olib qilgin. Bu vatanimiz dovrug'ini, vatanimiz bayrog'ini Allohim o'zing butun eng dunyodagi yuqori o'rinlarda hilpiratib qo'ygin. Aziz xalqimizni obro'sini Allohim dunyodagi xalqlarni peshvosi qilgin. Yo Parvardigor egam, maqsadlarimizni, niyatlarimizni o'zing bilasan, eng afzaliga o'zing erishtirgin. Allohim dehqonlarimizni dehqonchiliklariga, chorvadorlarni chorvalariga o'zing baraka bergin. Safarda yurganlarimizni yo'llarini, safarlarini o'zing bexatar qilgin. Allohim elini, yurtini himoyasi uchun chegaralarimizda xizmatda turgan barcha vatan himoyachilarini ham o'zing asragin. Allohim unib o'sayotgan farzandlarimizni, xonadonlarimizda unib o'sayotgan o'g'il qizlarimizni kelajakda elimizga, yurtimizga, dinimizga xizmat qiladigan farzandu solih solihalardan qilgin. Allohim nasl zurriyotlarimizdan to qiyomatga qadar dini pokingga xizmat qiladigan olimlarni, ulamolarni, mufassirlarni, mufaqqihlarni Allohim to qiyomatga qadar o'zing chiqarib qo'ygin. Vatanga, yurtga muhabbatli, vatanga, yurtga xizmat qiladigan bandalaringni Allohim to qiyomatga qadar chiqarib qo'ygin. Allohim yurtimizdagi yetimlikda unib o'sayotgan farzandlarimizni ham sog' salomat unib o'sib, Allohim mana shu yurtimiz uchun, xalqimiz